Yormozorda katta masjidda 200 metr ichkarilikda 5 xona uy bilan 5,5 sotixlik gaz suv svetdan muammosi yo'q joydan bitta joy topib qo'ydim aka. Hamma remontlari bilan kelasiz, shunday yashaysiz. Sizlar bilan bitta video obzorini qilib chiqamiz. Asosiy robotdan kirishimizga, mana asosiy eshikdan kirishimizga bitta garaji bor aka. Bitta xohlaganingizcha mashina sig'dirsangiz bo'ladi. Bu kengligini qarang. Bemalol nechta mashina xohlasangiz, hammasiga yetarlicha joyi bor. Umumiy maydonimiz 5,5 sotixlik, mana bu yerga yoniga zelenin zona qilib joylarni qilib qo'yishgan. Unda kirishimizga yonida o'zini tashqi tomondan hojatxonasi bor. Mana bu yerga qarang aka, zelenin zonalarni qilib, chiroyli qilib, hamma yo'q sharoitini zo'r qilib qo'yilgan ekan. Xo'p, kirdik, mana asosiy metda hovlisi, tashqi tomondan ko'rinishi mana shunaqangi chiroyli qilib solingan. 5 ta xonasi bor, o'zini oshxonasi bilan birga. Keldik, mana kirishimizga bu yerda 2 ta kladovkachasi aka. Yozgi kompotlar qo'yish uchun joy qilib qo'yilgan. Bu ham udobstvo. Bu tomonida sanuzel. Aristonlari hamma yo'q qoladi. Videoda ko'rinayotgan barcha narsalar shunda qoladi aka. Kirishimizga mana yerda shunday chiroyli qilib naves qilingan aka. Bu naves ham zo'r aka. Qish kunida oyoq istagi ho'l bo'lmaydi. Bu tomonida bitta so'ri qo'yib qo'yilgan. Tashqi tomondan mana oshxonalarga qilib qo'yilgan. Hozirgi oshxona. Yopoqjon. Xo'p, endi bu tomonda mana kirdik. Kirishimizga terrasa, ichkarida bitta xonasi bor. Remontlarni qarang, hamma sharoitlariga zo'r qilib qo'yilgan, aboylari yopishtirilgan. Bu tomonida chiqishimizga ham yonida bitta xonasi bor. Bu tomonda xonadon egalari borligi uchun videoga ola olmadik. Endi bunisi yonida bitta oshxonasi aka. Oshxonada ham hamma sharoitlar bor. Aka, eng asosiysi gaz, suv, svetdan muammo sezmaysiz aka. Shunday kelasiz, barcha narsalar shunday qoladi. Yonida o'zini yana bitta xonasi bor. Buni detskiy o'rnida foydalansangiz bo'ladi. Bunisi ham bitta xona. Xo'p, manzilimiz Farg'ona shahar Yormozorda, katta trassa yo'lga 200 metr ichkarilikda 5,5 sotixlik 5 ta xonasi bor. Gaz suv svetlardan umuman muammosi yo'q. 2 ta hojatxonasi bor, 2 ta kladovkasi bor. Xo'p, narxini 74 mingga baholanyapti. Kelib ko'ring aka. Ustida gaplashsak, narxini tushib beradigan joyi bor.